professional jamoat ishlarida ham juda ancha zamonaviy turdagi ehtiyot qismlardan foydalangan. Assalomu alaykum Oysan Pro jamoasi. Mana bugun biz Sirdaryo viloyati Shirin shahriga o'zimizning bir boksli samomoyka apparatini o'rnatib berdik. Tak, oldin bu yerga eski apparat bitta o'rnatganlar akamiz. Katta mashinalar uchun, texnikalar uchun. Keyin ikkinchi apparat, ma'lum vaqtdan keyin ikkinchi apparatni o'rnatganlar boshqa kishidan. Va nihoyat uchinchi apparat bo'lib bizga murojaat qildilar. Biz apparatlarimizda tepada original konsollar qo'yib berdik. Pastda shlanglar ko'rib turganingizdek 350 barga chidamli 2 qavatli shlanglar va Nemetskiy ST2300 pistoleti, nержавейкali pistolet держателlar. Bu yerda ko'rib turibsiz. Polik держателlar Moysan Pro'ning o'ziniki. Va bu pistoletimizda ham aytib o'rgan bo'lsangiz, ST2300 kurok bo'lsa, uchidagi nasotkasi original Italiya nasotkasi, pena nasotka hisoblanadi. Endi xona ichiga murojaat qilamiz. Akamiz qo'ygan birinchi apparatlari mana bu, katta texnikalar uchun mo'ljallangan motor pompasi shu, shunaqa yig'ilgan. Va ikkinchi apparat bu. Shunaqa yig'ilgan. Shunaqa yig'ilish tartibiga ega. Oldin bu boshqacha edi, bugun kelib biz o'zgartirdik buni yasaklarini. Invertor tashqarida turibdi. Va endi biz o'zimizning qo'ygan apparatlarga e'tibor bering. Ximiyalarni 4 ta nimani, dozatini alohida qo'ydik. Har bir ximiya uchun alohida shlang tortdik. Va zimniy klapan, kompressorga suv chiqarish uchun zimniy klapan qo'ydik. Vertuvchi bypassini qo'ydik, total stopini qo'ydik va AR200 Italiya oilasiga mansub pompani qo'ydik. Volt 5.5 kW turetsik motorni qo'ydik. Va shitimizga e'tibor bering, shit ichi mamda holatda yig'ilgan, akkuratni boshqa shitlardan farq qiladi. Tak, Delixi kompaniyasiga taalluqli invertor 7.5 kW invertorni o'rnatdik. Invertorning foydasini juda ko'pchilik yaxshi biladi. Invertor ekonom, avvalo ekonom, tokdan, ximiyalardan, suvdan ekonom qilib berish vazifasini bajaruvchi qurilma hisoblanadi. Mana shunaqa qilib akkuratni yig'ib berdik va yana bitta narsaga e'tibor bering. Bu yerda biz atmosferik filtr qo'ydik va undan tashqari oddiy suv va osmos suvni ajratib berish uchun har magnitli klapan qo'ydik. Ikkita kraynik bilan o'rnatib berdik. Shunaqa joylashdi. Tak, mana bu pultimizga e'tibor bering. Pultimiz barcha funksiyalar ishlayapti. Voda aktiv, pena, vosk, nanoshampun, osmos apparatlari ham bo'ligi uchun hamma funksiyalarni ishlatib berdik. Tak. Endi pultimiz ichiga qarang. Pultimiz ichiga ko'rgan shuma izolyatsiya qilingan, atrofi germetika qilingan, ya'ni suv o'tmaydi. Tak, bu yerda platamiz bor, Raptor R7 onlayn monitoring, iPhone va smartfonlar orqali skachat qilinib, tak, masofadan turib onlayn monitoring qilib turiladi platani. Telefon orqali. Kupriya priyomnik esa NV10, pul tanlamaydi, pulni yaxshi tortadi. Kupriya priyomnik, original kupriya priyomnik. Mashina maza qilyapti. Akasiya bo'lyapti faqat. Mana shu apparatda qilingan Magic Penani olib deb ko'rsatyaptilar. Magic Penaning effektiga udar bering, rangi chiqishi hozirda tasvirlab bera olmayapman, lekin qip-qizil yopishib turibdi. Mashina ham maza qilyapti o'zi. Nima san deyapti bu o'zi, Ilbek aka? Effekt udar ha? Sizga bir boksli samomoyka apparatni o'rnatib berdik. Hammasini ishlatib ko'rsatdik. Xudo xolasa barcha funksiyalar ishlayapti. Gatov, tayyor holatda xudo xolasa. Apparatlarimiz sizga yoqdimi aka? Yoqdi aka, professional jamoat ishlarida ham juda ancha zamonaviy turdagi ehtiyot qismlardan foydalangan. Hammasi umurdagi xudo xolasa oxirida suyuntirsin. Hammaga tavsiya etaman. Yaxshi yoqdi. Rahmat, baraka topinglar. Xayrli bo'lsin. Sizga apparatlar, bizga daromad, pul, baraka toping. Yaxshi ko'rishguncha. Xayrli bo'lsin. Rahmat sizlarga.